Ular haqiqiy nima dorilikka go'shtda tuxumi ham go'shti ham dori. Hali to'q bozorga borsalar chiroyli kiyingan odamlar bor-ku. Ular aytishlar vrachlar bo'ladi. Oddiy xalq unaqa kiymaydi. O'sha vrachlar foydasini biladi. Mana shu tovuqda. Bu tovuqni tuxumini, go'shtini yegan odam hech qachon kasal bo'lmaydi. Immuniteti ko'taradi. Tanani orasigacha ter qilib tashlaydi. Hamma doktorlarchi dejurdan chiqadi, shu tovuq bozorga yuguradi. Qarang. Uni go'shtini esa vobshe kasal bo'lmaydi odam. Tuxumini yesa, ana bori. Hamma narsa ukol dorini vobshe keragi yo'q-da. Ukol dorini. Bolangiz ham, o'zingiz ham, amma xolangiz ham, buvangiz ham, otangiz ham kasal bo'lmaydi. Nimaga shunaqa videolar chiqarmaysizlar? Like bosing. U narsa u bo'ldi, bu narsa bu bo'ldi, o'lyapti, qolyapti deysizlar. Bunaqa foydali narsalarni chiqaringlar. Bo'ladigan narsani chiqaringlar, asallarim, jonlarim, shakarlarim. Tuxumi ham dori, buni qora tovuqni tuxumi ham, dakandi tuxumini ham bitta yeb olgan odam vobshe kasal bo'lmaydi. Qishda yalang'och yuraveradi-da. Asalcham, shakarcham. Ularda sizlar 1% ni ko'rasizlar. Oho, bizda ko'p. Qani degan jo'jalarim meni.